Siz ham endi dars qilaman deb o'tirgan paytingizda telefonga chalg'ib ketish, dangasalik qilish holatlari kuzatiladigan bo'lsa, bugungi videoni oxirigacha ko'ring. Qanday qilib dangasalikni yengish, samarali dars qilish bo'yicha eng asosiy kerakli maslahatlarimni bo'lishaman. Undan oldin esa videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang va videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida eng asosiy va kerakli 100% ishlaydigan dangasalikni yengishning asosiy usulini aytib o'taman. Ismim Nuriya Ahmedovna, 13 yillik tajribaga ega xalqaro ingliz tili o'qituvchisi va filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktoriman. Shu kunga qadar o'quvchilarimga nafaqat til o'rgatish bo'yicha, balkim samarali dars qilish bo'yicha ham asosiy bilimlarimni bo'lishib borganman. Bugun ham siz bilan sizning eng katta muammongiz bo'lishi mumkin bo'lgan va ko'pchilik o'quvchilarning eng katta muammosi bo'lgan dangasalik haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda keling dastavval dangasalik o'zi nima shu haqida gaplashib olamiz. Dangasalik deyilganda siz biron bir muhim ishni xohish yo'qligi sababli orqaga surishga nisbatan ishlatishimiz mumkin. Ya'ni siz biror bir ish qilmoqchi bo'lgan paytingizda, dars qilmoqchi bo'lgan paytingizda yoki bo'lmasam uy ishlarini qilmoqchi bo'lgan paytingizda, til o'rganmoqchi bo'lgan paytingizda xohish yo'qligi sababli shu ishni keyinga surishingiz mumkin yoki qilmasligingiz mumkin umuman. Aynan mana shunga biz dangasalik deymiz. Lekin insonda dangasalikdan ham yomonroq bo'lgan yana bitta xislat, odat bor va bu procrastination yoki o'zbekchalab prokrastinatsiya, orqaga surish deb aytiladi. Masalan, nimadir ish qilayotgan paytingizda mayli ertaga qilsam ham bo'laveradi, bugun qilmaydigan xayollar sizga keladigan bo'lsa, demak siz prokrastinatsiya qilayotgan bo'lasiz. Va prokrastinatsiya yoki dangasalik qilishimizning asosiy sabablari bor. Keling, birinchi bo'lib aynan mana shu sabablarni sizga ochib beraman. Birinchi eng ko'p uchraydigan asosiy sababi bu perfeksionizm, ya'ni mukammallikka intilish hisoblanadi. Ko'pchilik o'quvchilarda ko'raman, bu o'zimda ham avval bo'lgan. Zo'r qilishim kerak. Agarda zo'r qilsamgina qilaman degan fikrlar keladigan bo'lsa, demak siz perfeksionizm, ya'ni mukammallikka intilayotgan bo'lishingiz mumkin. Kuniga 20 ta 30 ta so'z yodlashim kerak, yodlamasam o'rganmayman deb o'zimga to'siqlar, baryeralar qilib qo'yib tashardim. Va mana shu narsa ham perfeksionizmga intilish hisoblanadi. Shuning uchun ham har qanday perfeksionizm, ya'ni mukammallikka intiladigan o'quvchi dangasalik qilishi bu tabiiy holat hisoblanadi. Undan keyingi asosiy uchraydigan sababimiz bu overthinking hisoblanadi. Overthinking nima deydigan bo'lsangiz, bu ortiqcha o'ylash. Buni qilsam nima bo'larkin, o'xshamasa nima bo'ladi, balkim qilmasman degan har xil fikrlarga miyangiz to'lib ketadi. Har xil fikrlar o'ylashni boshlaysiz. Natijada esa siz ishingizni orqaga surishingiz yoki umuman qilmasligingiz mumkin. Keyingi uchraydigan asosiy sababimiz esa bu xatolar qilishdan qo'rqish yoki xatolardan qo'rqish hisoblanadi. Aynan ko'pchilik o'quvchilarda speakingga chiqmasligiga sabab ham bu albatta ularni xato qilishdan qo'rqish hisoblanadi. Grammatik xatolar qilaman, yaxshi gapira olmayman, gapirsam nima bo'ladi deb xatolar qilishdan qo'rqib ko'p o'quvchilar speaking qilishda uyalishi yoki biron bir ishni qilmasligi ham bu dangasalikning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Agar siz aniq bir reja bilan dars qilmaydigan bo'lsangiz yoki ishlamaydigan bo'lsangiz, ishingizda unum bo'lmaydi, samara bo'lmaydi va albatta dangasalik qilishga moyil bo'lasiz. Lekin siz qanaqa qilib reja tuzish bo'yicha bilmaydigan bo'lsangiz, bu bo'yicha alohida YouTube'da darslik tayyorlaganman. Mana shu darsligimni ko'radigan bo'lsangiz, aynan reja tuzish bo'yicha, ayniqsa til o'rganishda reja tuzish bo'yicha aniq qadamlarni o'rganib olasiz. Keyingi sababimiz esa bu ortiqcha yoki noto'g'ri kutuvlarni qo'yish hisoblanadi. Masalan, siz o'zingizning potensialingizga mos bo'lmagan ortiqcha katta kutuvlar qo'yadigan bo'lsangiz, bu sizda motivatsiya va xohishning tushishiga sabab bo'ladi. Masalan, siz 25 daqiqagina samarali dars qila olasiz yoki diqqatingizni jamlagan holda dars qila olasiz. Lekin siz 1 soat qilishga harakat qilishingiz mumkin yoki 2 soat o'tirib dars qilaman deb katta kutuv qo'yasiz o'zingizga. Yoki til o'rganayotganda ham 3 oy ichida ingliz tilini zo'r qilib o'rganib olaman yoki 3 oy ichida speakingni zo'r chiqarib olaman degan katta kutuvlar qo'yib tashlaysiz. Oqibatda esa sizni o'sha ishni qilishga bo'lgan motivatsiyangiz tushib ketadi va albatta prokrastinatsiya yoki dangasalik qilishga moyil bo'lishingiz mumkin. Endi esa kommentariyaga yozib qoldiring, mana shu sabablardan qaysi biri sizda bor, balkim keyingi darsliklarga aynan mana shu muammolaringiz haqida ham alohida darslik qilishim mumkin. Agarda siz samarali dars qilish bo'yicha yanada ko'proq video darsliklar ko'rmoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'lib qo'ying. Chunki dangasalikni yengish va samarali dars qilish bo'yicha o'zimning ajoyib video darsliklarimni YouTube sahifamda joylab boraman.
Keling endi esa qanday qilib dangasalikdan voz kechishimiz mumkin, butunlay uni tag-tugi bilan yo'q qilib tashlab, maza qilib dars qilishimiz mumkin, shu haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda bu sizda qilishingiz kerak bo'lgan ish bu rejalashtirish hisoblanadi. Qachonki siz to'g'ri rejalashtirishni boshlasangiz, o'shandagina sizda samara bo'ladi, o'shandagina siz dangasalikni yenga olasiz. Rejalashtirish bo'yicha esa mana bu darsligimda ko'rib olishingiz mumkin. Keyingi asosiy qilishingiz kerak bo'lgan ish bu yolg'iz qolish. Qanaqa qilib yolg'iz qolish deydigan bo'lsangiz, iloji boricha sizni chalg'itadigan vositalardan uzoqroq bo'lish hisoblanadi va o'zingizga bitta dars qiladigan muhit yaratish hisoblanadi. Chalg'itadigan vositalar deyilganda birinchi navbatda telefoningizni nazarda tutyapman. Sababi bilasizki, telefon bilan dars qiladigan bo'lsangiz, har xil xabarlar keladi va bu sizda chalg'ib ketishga olib kelishi mumkin va oqibatda esa dars qilishni yig'ishtirib qo'yib o'rniga 2 soatlab, 3 soatlab reels ko'rib o'tirishingiz mumkin. Shuning uchun ham birinchi navbatda sizni chalg'itadigan vositalardan uzoqroq bo'ling va ulardan yolg'iz xoli qolishga harakat qilishingiz kerak. Buning uchun bizda bitta ajoyib texnika bor. Bu rezinka texnikasi deyiladi. Qora rezinkani olasiz va uni telefoningizga bog'lab tashlaysiz. Agarda sizga qandaydir xabar keladigan bo'lsa yoki telefoningizga qaragingiz kelgan paytida rezinka bilan bog'langanini ko'rganingiz zahoti bu miyangizga signal beradi. Demak, telefonimdan foydalana olmayman degan yoki bo'lmasam rezinkani yechish uchun sizda ortiqcha vaqt ketadi, energiya ketadi va oqibatda siz uni o'rniga dars qilganim yaxshi degan fikrni miyangizga keltirasiz. Undan keyingi ishimiz esa bu mayda qadamlarga bo'lib ish qilish yoki dars qilish yoki bo'lmasam o'rganish hisoblanadi. Agarda siz bitta o'tirishda dars qilmoqchi bo'lsangiz, miyamiz katta vazifalardan qo'rqadi, lekin uni mayda qadamlarga 5 minut, 10 minut, 15 minut qilib bo'laklarga bo'lib o'rganadigan bo'lsak, bu sizda ancha samara yaxshi bo'lishiga ham yordam beradi. Bo'laklarga bo'lish bo'yicha yoki mayda qadamlar bilan o'rganish bo'yicha ham mana bu darsligimni ko'rib olishingiz mumkin. Va oxirgisi esa bu kunlik qarz texnikasi hisoblanadi. Ya'ni bu texnika juda ham zo'r ishlaydigan eng asosiy dangasalikni yengish bo'yicha usullardan biri hisoblanadi. Buning uchun siz o'zingizga kunlik bir varaq kitob o'qishga qarzman, kunlik 1 soat dars qilishga qarzman kabi o'zingizga qarz qilib olishingiz mumkin. Buni siz yozib ham chiqishingiz mumkin va mana shu qarz sizni bo'yningizda turganini his qilgan holatda shu ishlarni qilishga harakat qilasiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Albatta har bittasini erinmasdan o'qib chiqaman va shu bilan birgalikda videoni o'rtoqlaringiz aynan dangasalik qilishga moyil bo'lgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying va menga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi darsliklarda bundan-da qiziqarli ma'lumotlarni siz bilan bo'lishib boraman.